Bu bizning Bekobod tumani, Toshkent viloyati Bekobod tumanida qurilgan 2 boksli texpamshina xonamizdagi obорудованиyaga e'tibor bergan bo'lsangiz, biroz shovqina nima qilamiz? Avtomatdan bitta o'chiramiz, videoni to'g'riroq ko'rish uchun. To'g'ri tushunasizlar. Akalar uzr deymiz tashqarida sepayotganlardan. 4 ta ximiya turibdi. Pena aktiv nano vosk, atsoniy filtr, kraynik. Zimniy klapincha turibdi. Ko'ryapsizmi? Qishda suvni chiqarish uchun moslangan. Tak, dozator ulkalarni bu yoqda bittasi uchun, bittasini bu yoqda akkuratni qilib taxlab qo'yganmiz. Mana bu ham xuddi shunaqa. Motor pompalariga e'tibor bering. R200 barlik RK modeli. Tak, keyin bypass, total stop. Bunisida total stop yo'q, zarari yo'q, mayli. Bunda volt motorga. Tak, bunisida ham o'sha inverterimizni Delixi kompaniyasiga tegishli bo'lgan 7,5 kW. Tak, bunisida ham xuddi shunaqa Delixi 7,5 kWlik inverter bilan joylashtirganmiz. Ximiyalarni mana bu yerda idishlarga pena aktiv nano vosk qilib sharoit qilganmiz. Tak, bu yerda esa idishimiz turibdi, 1 tonnalik yerdan 1 metr balandga ko'tarilib turibdi. Ximiyalarni tayyorlab qo'ydik. Mana shunaqa gaplar akalar. Kimga shunaqa sifatli, chiroyli mexanizm obорудованиялар kerak bo'lsa, kimga? Moysan Proga rahmat, salomat bo'ling.